Mening oyim hamma o'yinlarimni tomosha qilgani kelardi. Men futbolist edim. Oyim tribunada turib, o'yin boshlanganidan keyin menga qarab taxminan shunday deb baqirardi. "Mark, qani, ularga ko'rsatib qo'y." Men esa, "Oh xudoyim." Va o'shanda mendan so'rashganda, "Mark, bu seni oyingmi?" Men esa ularga, "Yo'q, men birinchi marta ko'rib turibman uni." Dunyodagi eng katta menga ishonch bildirgan inson bu ana o'sha tribunadagi oyim edi. Men narkotiklar ko'p iste'mol qilish evaziga 3 marta o'lmay qolganman. Hozirgacha tirik bo'lishimga kimnidir duolari sababchi ekanligini bilaman. Sen menga do'stlaring kimligini ayt. Men seni kelajaging qanday bo'lishini aytaman. Buni qanday bilishimni istaysanmi? Men butun vaqtimni omadsiz insonlar bilan o'tkazdim. Men eng omadsizlarning omadsiziga aylandim. Atrofimdagi omadsiz insonlarni tanlab, men bolaligimda qilgan orzularimni yo'qotdim. Do'stlarim meni uyga tungi 2-3, ertalabki 4larda tashlab ketishardi. Biz doim mast holatda kelardik. Biz uyimiz oldida to'xtab turganimizda, "Mark, qara, chirog'ing hali ham o'chmabdi." Men esa, "Jin ursin, oyim hali ham uxlamabdi." Mening holatim hammasi yaxshi ekanligiga amin bo'lmagunicha oyim uxlamas edi. Men uyga kirib kelishim bilan oyim so'rardi, "Tuning qanday o'tdi? Sen bilan gaplashsam bo'ladimi? Hech bo'lmasa 1 daqiqa." "Oyim, men charchadim, uxlashni xohlayman." "Mark, men seni kun bo'yi va tun bo'yi ko'rmadim. Iltimos, kel gaplashib olaylik." Va men oyimga qarab baqirardim, "Meni tinch qo'ying, hammasi jonimga tegdi." Eshigimni qarsillatib yopardim. Menga ishonadigan dunyodagi yagona insonga shunday muomala qilardim. Oradan yillar o'tgach, men dunyo bo'yicha musobaqaga qatnashdim va Yaponiyaga bordim. Musobaqadan keyin mehmonxonaga borib uyquga ketdim. Kechasi soat 3da eshigimni kimdir taqillatdi. O'rnimdan turib eshikni ochdim. Eshikni ochib qarasam, mening promotorim turibdi. U esa menga qarab, "Mark, uyingga hoziroq qo'ng'iroq qilishing kerak. Uyingda nimadir bo'ldi." Men telefonni olib, uyga qo'ng'iroq qilib so'radim. "Nima bo'ldi?" Menga javob berishdi. "Mark, senga bu haqida qanday aytishni bilmayapmiz." Men esa, "Shunchaki ayting, nima bo'ldi?" Bu paytda mening ko'zlarim yoshga to'lardi. U yoqda esa, "Mark, senga buni ayta olmayman" deyishardi. Va ular aytishdi, "Mark, sening oying o'ldi." Men telefonni otib yubordim. Men xonamdan lift tomon yugurib chiqdim. Liftlar 1-qavatga tushib, eshiklar ochilganida men ko'chaga yugura boshladim. Kechasi soat 3. Birorta mashina ham, odam ham yo'q. Men katta ko'chaning o'rtasiga borib, nima qilishimni bilmay osmonga qarab, ho'ngrab yig'ladim. "Oyi, meni kechiring." Men uyga qaytganimda uni ko'mish marosimiga tayyorgarlik ko'rishardi. Men esa uning oldiga borishga qo'rqardim. Masofadan turib unga qaradim va pichirlay boshladim.